Ko'pchilik rasmiy servisni qimmat deb o'ylaydi. Aslida rasmiy servisga murojaat qilish pulni tejashning eng to'g'ri yo'li. Rasmiy servisda avtomobilingizga faqat original moylar, filtrlar va ehtiyot qismlari qo'llaniladi hamda barcha ishlar ishlab chiqaruvchi talablari asosida bajariladi. Shu sababli dvigatel sog'lom ishlaydi, ichki qismlar ifloslanmaydi va avtomobilingiz uzoq muddat xizmat qiladi. Masalan, original motor moylari dvigatelni himoyalab, kelajakda katta va qimmat ta'mirlardan saqlaydi. Eng muhimi, rasmiy servisda bajarilgan barcha ishlar kafolat bilan amalga oshiriladi. Moy almashtirishdan tortib, filtrlar va ehtiyot qismlarigacha hammasi ishonchli va kafolatli. Arzon, ammo ishonchsiz ustaxonaga bir necha bor borib, ortiqcha xarajat qilishdan ko'ra, bir marta to'g'ri servis tanlash vaqtingizni, pulingizni va asabingizni asraydi. Avtomobilingizni ishonchli qo'llarga topshirmoqchi bo'lsangiz, Qaval Shahrisabz rasmiy servisiga tashrif buyuring. Biz sifat, ishonch va kafolatni taklif qilamiz.